Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Bizda 5 bosh buqamiz bor. Shu 5 bosh buqamizni sizlarga video obzorini qilib beramiz. Hafta kuniga kelsak 17-aprel 2025-yil payshanba kuni. Manzillarimiz Toshkent viloyati Ko'ksaroy Oltintepada joylashgan. Xudo xolasa mana shu mollarimizni qo'limizdan kelgancha obzorini qilib beramiz. Jamoliddin akam o'zlari vaqtlari bo'lmadi, kela olmadilar. Vaqtlari bo'lib kela olmadilar. Shuning uchun o'zimiz qilib beryapmiz. 5 bosh buqamiz bor. Zotlari sharalel. Zotlardan bo'ylari 1.20. Bitta shunimizdan shoxi bor. Qolganlarining shoxi yo'q, to'qol. Chorvamiz juda baquvvat, mana oyoqlari juda bir kelishgan. Novot rang, tilla rang desa ham bo'ladi, yaltillab mana tullab chiqdi. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Chorvamiz kichkina emas, bo'ylari 1.20 plus minusda. Har oy o'zim o'lchab turaman qiziqish uchun. Qiziqishda har oyga 5 sm, 6 sm dan plus minus qo'shilyapti. Hop, ko'p cho'zib o'tirmaymiz, bular narxlariga kelib aytadigan bo'lsak, narxlari bu joyda 30 million kami bor. 30 million kami bor. Yana agar tanlab olinadigan bo'lsa, plus minusda bo'ladi ozgina. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Bitta shunimiz qizil, qolganlari tilla rang, novot rang. Chorvamiz yeb ichishi, tana joni sog'lig'iga mana ko'rib turibsizlar. Inshaalloh uyaltirib qo'ymaydigan mollardan. Ishonchli mollar. Bo'ylarini aytib o'tdi, 1.20. Dastavkalarimizni Toshkent bo'ylab qilib beramiz. Toshkent bo'ylab qilib beramiz. Vodiy va vohalarga kelishilgan holatda. Ko'm-ko'tlarni yeb yurishibdi. Shu o'tlarni o'ziga, seloz kepini o'ziga dumba soldi. Nomerlarimizni aytib o'tamiz. 93lik 391 1141. Aloqaga chiqaverasizlar. Kami bor kelishtirib, chiroyli narxlashib kelib ko'rib olaverasizlar. Savdasi bor. Savdasini kelib qilib olinglar, tepasini ko'rib olinglar. Narx-navoni ham bozorga qarab aytyapmiz. Bozorda bundan qimmatrog'iga ham savdo bo'lyapti. Ancha qimmatiga ham savdo bo'layotganlarini ko'rdik shundoq buqalarni. Shuning uchun plus minus o'rtasini olib qo'ydik mana. Narxlari zo'r, xudo xolasa. Kelib ko'rib olaveringlar. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Chorvamiz ishonchli, bozordan ham ishonchli bo'lmagan mollarni olyapmiz. Yeb ichib yurgan joyida oyiga 5-6 sm o'sayotgan joyi bu. Ko'kotlarga mana yaqinda tushdi. Ko'kotlarni yeyish boshladi, xudo xolasa. Bunaqa ichkettilari yo'q. Chiroyli, sifatli buqalar. Ko'rib olsanglar, kelib ko'rsanglar, ma'qul bo'lsa kelishaveramiz. Ishonchli mollar. Hammaga rahmat. Telefonga chiqsanglar, kam ko'z tushunmagan joylarni aloqaga chiqsanglar tushuntirib beraveramiz. Hammaga rahmat.